mini yong'oqlik ragalikligi nima deysizlar azizlarim? Birga hozir pishiramiz. Ketdik. Yong'oqli mini ragalik qilish uchun menga slayonni, har doim uyda slayonni testo bo'ladi. Slayonni testo, yong'oq, saxarli pudra, sariyog' kerak bo'ladi. Bu ishni boshladik. Xamirimizni tekstur burchak qilib yoyib olamiz. Akkuratna qilib, teshmasdan. Endi buni ikkiga naq o'rtasidan bo'lib olamiz. Endi ichiga birinchi yong'oq, saxarli pudra, keyin sariyog'. Endi buni однородный massa bo'lishi uchun yaxshilab turib aralashtirib yoramiz. Xamirimizga bir tekisda yoyib chiqamiz. On so'nggina mini ragalik, yong'oqli, tipi baklavaga ham o'xshaydi. Yo baklavali ragalik. Mani ajoyib ragaliklarim tayyor bo'ldi azizlarim. Tuxumni sarg'in surib, bitta pishirib olamiz. Mazza qilib yeymiz. Ustiga tuxumni sarg'in surib, endi duxovkaga 180 gradusga 15 minut 20 minutga qo'yib olamiz. Ragaliklarim pishdi. Endi buni hozir biz sirop bilan обработка qilamiz, propitka qilamiz. Endi baklava bis siropi u baklava bo'lmaydi. O'shaning uchun biz sirop tayyorlab olganmiz. Добавка endi sgushyonka qilamiz. Dальше ustiga yong'oqdan bezay beramiz. Azizlarim, bu shirinligim hamma dasturxonga bir ajoyib bezay bo'ladi. Hammangizga tavsiya qilamiz, ammo hozir buni yeb ko'raman. O'rtasidan oling, o'rtasidan. Вообще chiroyli, qarang. Вообще chiroyli. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. О. Это вообще что-то. Mazasi прям sani faqat o'zingni uyingda qila olasan. Mazasi вообще zo'r. Hammangizga tavsiya qilaman azizlarim, osh bo'lsin.